Va barchaga salom bolalar, sizlar bilan men Killer Ruz bolalar. Bugungi videoda umuman o'yin o'ynamaymiz. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'tkazishni o'rgatamiz. Albatta oddiy Minecraft emas bolalar. Sizlar Play Marketga kirib mana pulli deydi. Sizlarda pulli turadi. Demak, hozir o'tkazib bo'laman. Shuning uchun bolalar bizaga mana Happy Mod deb Play Marketda oldilar. O'sha ilova kerak bo'ladi. U ilovani Google dan o'tkazasizlar. Qaranglar, Google dan qanaqa o'tkazasizlar mana. Kirib turib Google ga kirasizlar. Qidiruvni bosib turib mana mana birinchisida turibdi-ku bolalar. Xuddi shunaqa qilib yozib olasizlar. Shundan keyin bolalar chiqarib ozgina kutib turasizlar. Keyin shundan keyin mana birinchisida turgan mash tugmani bosasizlar. Keyin undan keyin bolalar men o'tkazib bo'lgan emaslar, mana buni bosasizlar. Mana birinchisi. Mana dumaloq narsa turibdi-ku, o'zimda bitta bu aniq tugma bor. Shuni bosasizlar. Bo'ldi sizlar. Sen o'tkazgansan deb. Shuni o'tkazasizlar. Keyin shundan keyin bolalar kirib turib o'zi yozishinglar ham shart emas, bilamda. Chiqadi. Bundoq qilasizlar. Mana shu narsani bosib turib o'tkazib bemalol xohlagan o'yinlarni o'tkazsanglar bo'ladi. Mana pullimi bolalar? Pullimi? Bo'ldi, mana shuni ham tekinga o'tkazsanglar bo'ladi. Bu o'yinlarni tekinga, pulli o'yinlarni tekinga o'tkazsanglar bo'ladi. Albatta video yoqqan bo'lsa hammaga xayr. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib bolalar. Video yoqqan bo'lsa albatta xayr bolalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.